Uchxonaga Yunusobodda eng oldi joylari Yunusobod 4-kvartal. Avtosalonni bilasizlar, Universal Krug avtosaloni, Mega Planet, metro, bozor, transport joyi zo'r. Shundoq kiraverishinglarda 2 xona 4-etaj, 4 qavatli domda uy chiqqan, frantsuzskiy remontlari yevrotsiya ham bo'ladi, kvartirandalar turibdi. Atroflari yaxshi joy. Nima deymiz buni? Atrofida mana bunaqa mashina qo'yadigan, bolalar o'ynaydigan, mana akkuratni toza. Mana bu fransuzskiy dom. Hozirligini ichlarini ko'rsataman. Mana podyezddan kirib kelish, mana endi sal remont yo'qroq, kvartirada student bolalar turar ekan. Mana kirganda o'ng qo'lda oshxona mana bu o'zinikida turibdi. Mana hojatxona, mana yoq mana oshxona. Oshxona ham uzun joy turibdi. Mana balkonga olib chiqilmagan. Balkonga mana gazdan olib chiqqan romlarni bitta ana akvalardan yopib yuborsanglar bo'ldi. Endi to'g'riga o'tamiz. Mana bu yoqda mana vanna alohida. Mana vanna endi student bolalar turadi. Mana bu yoq mana spalni, taretga tushmagan uyimiz. Ayoqda mana balkon bor, buni qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Yoqqa o'zi akvaram qo'yilgan ekan. Endi mana zal. Fransuzskiyni bilasizlar. 5 ga 5 bo'ladi mana o'zini zavodskiy joyi turibdi. Buni olib bersanglar 5 ga 6. Endi mana studentlar turgan uy. Xullas shu xonadonimiz juda bir fayzli, yaxshi xonadon ekan. 58 kvadrat. Narxini 56.500 so'rashyapti. Azini kelishtiradigan joyi bor. Tez harakat qilinglar, tamom.